Qorako'l tumanidagi Rigi Haydar mahallasiga qarashli Charimgar qishlog'ida istiqomat qiluvchi fidoyi inson Baxtiyor Rajabovning tomorqadan foydalanishdagi to'plagan tajribalari haqida so'z yuritadi. Tomorqadan foydalanish jarayonida bir xonadon tajribalari haqida mulohazalar. Chindan ham Qorako'l tumanidagi Rigi Haydar mahallasiga qarashli Charimgar qishlog'ida shaxsiy ekin maydonini xazinaga aylantirgan shunday oila bor. Mazkur xonadonda 7 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilishi barobarida parrandachilik ham taraqqiy ettirilayotganligini alohida ta'kidlash joiz. Xonadon egasi asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Baxtiyor aka Rajabov issiqxonada mahsulot yetishtirish hadisini olgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. U kishi farzandlarini qanotiga olib, 4 ta issiqxonada dehqonchilik qilib kelmoqda. Mana masalan uning issiqxonalarda tayyorlanayotgan bulg'or qalampiri, bodring, 4-5 turdagi C-vitamin ko'katlar bugun bozorlarga chiqarilmoqda. Bundan tashqari xonadonda Qorako'lning limonchilik maktabi ham joriy etilgan. Bularning barchasi ishning ko'zini bilib tomorqaga yondashuvning samarasidir. Qani endi qishloqda hamma shunday ishlasa edi. O'shandagina davlatimiz rahbari ilgari surib kelayotgan to'kinlik va bandlik muammolari o'z yechimini topmaydimi? Kichik joyda 10 turda yaqin oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga erishdik. Sabab shuki, ozgina kichik yerdan katta daromad qilib, mana bu oilamizni tebratishda hamda ortganini bozorda bozor narxini arzon qilishda hamda o'zim yoshlarni shu mehnatga bo'lgan munosabatini, yerga bo'lgan munosabatini, mehrini mana shu oilada qilinayotgan har bitta harakatimiz o'z natijasini ko'rsatyapti. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu hammamizdan mehr talab qiladi. 6 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganimiz hammamiz o'z vazifamizni a'lo darajada bajarishimiz, ayniqsa mana zamonaviy texnika texnologiyalardan ongli foydalansak, bunda ortiqcha energiya isrofi bo'lmaydi. Oziqalarni isrof qilmaymiz. Tomchilab suvlash ham juda yaxshi natija beradi. Xullas, keyingi yillarda davlatimiz tomonidan yaratilayotgan bir qator imtiyoz va qulayliklardan ruhlangan Rajabovlar xonadoni vakillari yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, bu boradagi imkoniyatlarni tobora kengaytirmoqdalar. Maqsadi esa bitta, u ham bo'lsa oila daromadini oshirish bilan bir qatorda